Assalomu alaykum. Navbatdagi skromniy darvozamiz Farg'ona Bog'dodga olib kelib o'rnatdik. Razmerlari eniga 4 metr, balandligi 60 holatda bo'ldi. 3 metr joyi ochiladi, qolgan joyi promoga bo'lib havo aylanadigan joy qilib berdi, lazinli holatda. Darvozamiz stoykalari 100-102 listlarda bo'lgan. Listlarimiz ham 2 qavat 2 holatda bo'ldi. Taglar shivillar, zamoglari high-tech dizaynda bo'ldi darvozamizga moslab. Xo'sh, orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Zamogimiz yopilishiga bitta ahamiyat beringlar. Center zamog bo'lgan darvozamiz. Ochilishlari, yopilishlari muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Darvozamiz stanovkadan keyingi holati mana. Qay holatda ochilgan bo'lsa, shu holatda turadi. Mana bu qanotni ko'rsatamiz. Urganda o'rnagan darvoza ishilib qolmagan holatda bo'lsa, qayerga qo'ysa ham o'sha joyda turishi kerak. Xo'sh, yopishiga ham bitta ahamiyat berasizlar. Darvozamiz center zamog bo'lgan. Xo'sh, qaranglar mana. Yosh bolalar ham qiynalmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shuni olib borasizlar. Tepasi ham, pasti ham mana. Qo'lda shunday qilasiz, bo'ldi. Yopildi darvozamiz. Bu darvozamiz 1 metr kvadrati xuddi shu holatda qalin materiallarda bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovga kelishadigan holatda bor o'rnatib beramiz. Ekran ostidagi nomerlarga telefon qilsanglar to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bizda 200 xildan oshiq fasollarimiz bor. Telegram, WhatsApp orqali yozadigan bo'lsangiz tashlab beramiz, ma'qul kelsa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.